Hurmatli mijozlarimiz, biz hozir statsionarda yotgan bir bemorimizga bitta tekshiruvimizni, Holter tekshiruvimizni amalda qo'llamoqchimiz. Bularda asosan shikoyatlari yurakni urishi, yurakni notekis urishi, yurak sohasidagi og'riqlar, harakatda kuchayishi, bosh aylanishi, turli tuman kabi shunga o'xshash shikoyatlarni bildiradilar. EKGda qilganimizda ayrim holatlarda aritmiya ko'rinishida namoyon bo'ladi, ayrimda ko'rinmaydi. Shuning uchun bu tekshiruvimiz sutka davomida qo'yiladi. Bemor bu tekshiruv bilan Holter apparatimiz bilan bir kun davomida yuradilar. Odatiy kundalik bajariladigan hamma yumushlarni qiladilar, ovqatlanadilar, ko'chaga chiqadilar, sayr qiladilar, uy yumushlarni bajaradilar. Bu hech qanday bu tekshiruvga to'sqinlik qilmaydi. Faqat bemor bu apparatga suv tekkizish mumkin emas bo'ladi. O'shaning uchun agar sizda bunday muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol tashrif buyuring va bu tekshiruvimizdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi va biz sizga o'z vaqtida tashxis qo'yib davo choralarini boshlaymiz.